Assalomu alaykum, skuter quvvani, skutershunosning ashaddiy muxlislari, ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa navbatdagi 1 tonnali motorollarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Baloni tanka balonidan bo'lsin yoki oddiy balon bo'lsin degan akalarimizga ikki xil 3 xil to'rxonni olib kelib qo'yganmiz. Arzonroq variantlardan ham bor. Ko'p umuman yurmagan, lekin turib qolgan. Akkumulyatorlar yangi 2026, bu sinig'i borligi uchun bularni aytib o'tib ketaman, hamma yo'qlarini obzor qilib beraman. Bitta videoni ko'rishdan oldin like bosib, obuna bo'lib ketishingizdan esdan chiqmasin. Birinchi o'rinda mana qora rangidan akkumulyatorlari 70 amper 72 volt. Yuk ko'tarishi 1 tonnagacha yuk ko'taraveradi. Balonlari juda qalin qilib ishlangan Redline diskada. Tanka samolyot balon bo'ladi. Oldilari ham 5.0 qilib ishlangan. Zapas balonlari bor, tumankalari 5 ta qilib ishlanibdi. Akkumulyatorlari 2026-yil bexijolat bemalol ishlataverasiz. Aytganimdek zapas balonlari bor. Tumankalari 7 ta 8 ta. Oldi led faralari o'ta chiroyli. Amortizatorlari baquvvatdan, amortizator ichkarisi ingichka, lekin prujina qo'yib qo'ygani ham bor. Aldanmaymiz. Amortizatorlar razmerlari har xil bo'ladi. Eng qalinidan qo'yilgan. Dugalari bor, ko'rishsa ham o'ylaydigan palejniy sistemalari bor. Bemalol 1 tonna yukda dala ichida. Rosa yurishlari mo'shi dalaga moslangan boqqa 1 tonnagacha yuk olaman degan akalarimizga atroflarida temirlari bo'ladi. Patnis qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Bortlari qalin metalldan ishlangan. 180 ga 130 lik bort bilan jihozlangan. Rangi ko'k rangi ham bor, xolasiz qorasidan ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Balonni qarang kattaligini. O'tani ham bechki, oldilari ham 3 kishini bemalol olib ketaveradi. Bog'dan qaytayotganingizda juda asqotadi. Kaskasi, jileti hamma yo'q qo'shib beriladi. Bir tomonda cho'ntaklarigacha qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, kraskalari tiniq, yurishlari mo'shli, ichlarini ham ochib ko'rsataman. Motorol so'rayotganlarga qarang. Shot spravkasi, cho'ntaklari, ikki yonda temirlari, kaskasi, hamma yo'qlari albatta qo'shib beriladi. Putlari, kanalka magnitofonlari, zadniy rejim, oldi fonar, 3 ta skorost harakatlanadi. Signallari ham bor, mana. Qo'yib ko'rsataman. Tezliklari 40-45 tezlikda harakatlanadi. 6 ta akkumulyator zaryadini, voltini, kilometrini, probegini ko'rsatib turadi. Bokovoylari ham, oldi aynaklari ham kattasidan ishlangan. Orqalari sidina bo'lish xususiyatiga ega. Qarang, bir dona knopka ag'darasida neqsa sidina bo'ladi. Bolalarni, ishchilarni daladan olib kelgani rosa zo'r. Mashina qilib o'tirilmaydi. Xudo xolasa ko'k, qora ranglardan hozirda mavjud. Endi baloni ingichkasini so'rayotganlarga xuddi shu Drongo brendiga tegishli oldi dugalari bor, tumankalari 5 ta 6 ta qilib ishlangan. Balonlari 5 kanal, amortizatorlari bir xil, qo'sh signalli bo'ladi. Pоворotniklari bor, oldi aynaklari bitta kichkinaroq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ranglari ko'k seri ranglarida bor. Eng baquvvati. Xudo xolasa balonlari 5 kanal qilib ishlangan, oldi orqa zapas balonlari bor. Mana 180 ga 130 bortlari 1 tonnagacha oladi. Aytganimdek temirlari patnis bo'ladi bemalol. Elektronik ko'k velilarimiz bor. 3.500.000 so'mdan dastavkasi ichida. Qarang tortishini. 240 watt motor. Yuk ko'tarishi 150 kilogacha ko'taraveradi. 240 watt dinamotor bilan jihozlangan. Yangi korobkada ochib beriladi. Orada reklama qilib o'tib ketyapmiz. Gazurchkada pedal tepsiz ham yuradi. Fanarlari, signallari mavjud. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, buni 3.5 million dastavkasi ichida 48-12 amperli akkumulyator. Endilikda buni narxlariga keladigan bo'lsak, $1180 dan qalin balonni qilib beramiz. Balonlari qalinidan 70 amperli 6 ta ko'k rangidan, xolasiz qora rangidan bor. Endi buni ingichka balonchini $1150 dan qilib beramiz. Dastavkasi kelishilgan holda albatta chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Endi Tomi bordan so'rayotgan mijozlarimizga $1200 ga, $20 qimmatiga pol kabinasi qo'yib berilyapti. Akkumulyator 70 amperdan 6 ta joylashgan. Bortlari 180 ga 130, 1 tonnagacha yuk olaveradi. Pol kabinali, dvorniklar ishlaydi. Mana kengini o'tirib ham ko'rsataman. Tezliklari maxfiy zo'r ekan. 50-70, 50, 40-50 tezlikda harakatlanadi. Kanalka magnitofonlari bor. Mana dvorniklar ishlaydi. Chiroyli. Zadniy rejimlar 3 ta skorost harakatlanadi, signallari baquvvatida, amortizatorlari o'ta kuchli, prujinalistdan qo'yilgan. Balonlari 5.0 qilib ishlangan, 4.0 emas. Zapas balonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. ABS tormoz bilan jihozlangan, oyoqda ham, qo'lda turib. Hammasini palejniklari bor. Narxlarini qarang. $1200, $1150, $1180 dan albatta chiroyli qilib dastavkasini yo'lida qilib beramiz.
bemalol aloqaga chiqishaversin, ishlarni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Endi 1 tonnalikda so'rayotganlarda eng arzonrog'i ishga bo'ladi, baribir dalaga men boraman degan akalarimizga, qarang, jijjamaytlari, uchta jijjamaylar shinni mana bo'lib qolgan. Kraskalari tiniqroq holatda, 180 ga 130, chiroyli, 1 tonnaga 200 olaveradi. Balonlari to'g'ri qilib ishlangan. Akkumulyatorlar 5 ta 70 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Zaryadchilari hamma yo'qlar bu oldaniyalarni qo'yib qo'yilgan. Tayyor, prujinali amortizatorlari baquvvati. Buni narxini $950 baraka qilib yuboramiz. Qarang, 1 tonna $950 hech qayerda yo'q. Baribir dalaga men boraman degan akalarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz faqat kelishilgan holda vodiy bo'yicha ishlarni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Albatta dastavkasini kelishtirib beramiz.